Christopher Nolanning Odyssey kinosi dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Keling bugun Gomerning Odyssey asarini qanday bo'lganini ko'rib chiqamiz. Odysseus urushdan so'ng uyga qaytish sayohati davomida juda ham ko'p sarguzashtlarni boshdan o'tkazadi. O'sha sarguzashtlarning birinchisi bu afsonaviy maxluq bir ko'zli Siklop bilan uchrashuvi. Siklop Odysseus va uning askarlarini qo'lga oladi va ularni yemoqchi bo'ladi. Lekin u o'sha joyda o'z ayyorona taktikalari bilan Siklopning ko'zini ko'r qiladi va u yerdan qochib ketadi. Yana bir orolda Circe ismli jodugar tomonidan uning odamlari hayvonga aylanib qoladi. Odysseus jodugardan qutulgandan so'ng yana bir qiziq afsonaviy mavjudotlarga duch keladi. Ular sirenlar. Sirenlar shunaqa mavjudot ediki, ularning ovozini kim eshitsa, ular o'z joniga qasd qilishar edi. Mana shunday bir vaqtda Odysseusning qirolligi Itikada juda ham qiziq vaziyatlar bo'layotgan edi. Uning ayoli Penelope va uning o'g'li Max Odysseusni o'ldi deb o'ylagan va uni qirolligi ham. Va ko'plab joylardan qirollikka odamlar tashrif buyurib Penelopani qo'lini so'ragandi.